Nafaqat ta'mi, balki tayyorlanishi osonligi bilan ham o'ziga tortadigan bu ajoyib mitti somsalarni hayotingiz davomida bir marta bo'lsa ham tayyorlashingizni maslahat beraman. Chunki bu somsalar juda ham mazali. Buni pishirish siz o'ylagandan ham ko'ra oson va tez. Qani tayyorlashni boshladik. Ishimizni tuzli suvda o'rtacha qattiqlikda xamir qorishdan boshlaymiz. 10 daqiqa damini olgan xamirimizni 6 bo'lakka bo'lib yana tindiramiz. Xamirimiz tinguncha nachinkasini tayyorlaymiz. Ozgina yog'liroq farshga mayda to'g'ralgan piyozlarni solib, tuzini to'g'rilab aralashtiramiz. Tingan zivolachalarimizni un va uxlov yordamida yoyib, har birining ustiga sariyog' surtib, xolodilnikka sariyog' qotguncha jo'natamiz. Damini olib, yog' qotgan xamirni tezda va osongina yoyib olamiz va uxlov yordamida videoda ko'rsatilgandek bir tekis qilib kesib olamiz. Har biriga nachinkalarni joylab olamiz. Videoni diqqat bilan ko'rsangiz, 4 burchak xamirdan 3 burchak somsa yasashni o'rganib olasiz. 50% ga tayyor bo'lgan somsalarni 100% ga tayyor bo'lishi uchun duxovkaga jo'natamiz. Tayyor bo'lgan somsalarni yeyish qoldi xolos.